Boshida aytilgan narxga aldanib qolmang. Sizga muhimi cho'ntagingizdan chiqayotgan pul muhimku, to'g'rimi? O'sha uchun mana bu videoni oxirigacha ko'rsanglar, Tunikafonni narxi va hisob-kitoblari haqida sizlarga batafsil ma'lumot beraman. Undan so'ng hech qachon aldanmaysizlar. Agar Tunikafon qildirmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga yuborib qo'ysanglar, ular ham aldanmaydi. Tunikafon haqidagi sirlarni ochishda davom etamiz. Biz bo'lmasa boshladik. Boshqa ortiqcha chidab bo'lmaydi. Tunikafonni konkretni sirlarini odamlarga ochmasak bo'lmaydi. Chunki qadriyatli ustalarda qadriyat shunaqa, noto'g'ri narsalar bo'lganda jim tura olmaymiz. Kamina usta Abdulloh 17 yillik tajribaga ega mutaxassisman azizlar, qadriyatli ustalar jamoasiga asos soldik. Biz jamoamiz bilan birga butun respublika bo'ylab 6 yil mobaynida 400 ga yaqin katta-katta xonadonlarni juda ham chiroyli suratda tashqi fasad ishlarini, Tunikafon ishlarini qilib o'z egalariga topshirdik. Navbatdagi ishimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Yangiobod mahallasi Ulug'bek akamizning xonadonida. Xo'p, azizlar, ushbu xonadonimiz haqida sizlarga to'liq obzor qilib beradigan bo'lsam, haliga boshda aytganimizdek, Tunikafonni boshidagi narxga aldanib qolmanglar deb boshladik. O'shanga bog'lagan holda ushbu uyimizni obzorini sizlarga qilib beraman. Azizlar, sizlarni ko'p vaqtlaringizni olmaymiz, qisqa vaqtda lahm-lahm joylarni aytamiz va siz o'zingizga kerakli xulosani chiqarib olasiz. Ushbu ko'rib turgan ayvonimizni ini devordan to mana bu Tunikafonimiz bo'lgan joygacha, turbagacha 3 metr 30 sm, 3 metr 30 sm. Bunaqasiga uzunligi 12 metr 30 sm. Endi esa mana bu kirganimizda darvozaxonamiz bor. Bu darvozaxonamizda ini bunaqasiga 770, bunaqasiga 7,5 metr plus mana bu shestigranli joyi ham bor. Xo'p, mana shu joyga qancha tunika ketdi? Azizlar, biz mana shu joyga 214 kvadrat tunika ishlatgan holda ushbu obyektimizni batamom tugatdik. Biz ishlarimizni hali aytganimizdek metaloprofilga qilamiz azizlar. Mana metaloprofillarimiz. Metaloprofillarga qilamiz. Xo'p, undan tashqari mana sizlarga bitta zo'r narsani aytaman. Mana ortgan narsalarimiz bor, mana plyuntus, mana bu MDF. Bular hisoblanmaydi. Bular общий kvadratdan chiqarib tashlanadi. Uyning egasi esa o'rnatilgan tunikani kvadratiga pul to'laydi. Hozir ba'zi bir akalarimiz telefon qilib, "Abdulloh, uyimni tunikafon qildiryotgandim. Mana bu ortgan narsalarga ham uy egalari ustalar bizdan pul so'rayapti" deydi. Endi men birovni savdosiga aralashmayman-ku, o'zimni qilayotgan ishimni sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, bu narsalar hisob-kitobdan chiqarib tashlanadi. Bu narsalarga biz pul olmaymiz. O'rnatilgan joyga pul olamiz. Eng nozik masala bu yerda bilasizlarmi nima? Eng nozik masala biz tunikafonni qilganimizda tunikani eni bilasizlar, go'st standarti 1 metr 25 sm bo'ladi. O'sha 1 metr 25 sm-da yo 2 ga, yo 3 ga, yo 4 ga aniq bo'lib, biz отходni chiqarib, uyning egalariga oshiqcha xarajat qilmaydigan holda o'sha narsalarni qo'yamiz. Ba'zi o'rinlarda, masalan, mana shu narsalarni отход chiqarib, ana shu отходni ham uyning egalariga to'latayotgan holatlar bo'lyapti ekan. Siz mana shu narsalarga aldanib qolmasligingiz uchun mana sizlarga shuncha aytayapman, joyda mana joyimiz 3 metr 30 sm, 12 metr 30 sm uzunligi. Birinchi ayvonimiz, darvozaxonamiz esa 770 ga 7,5 metr. Mana shu joyda hammasiga ishlatilgan tunika 214 kvadrat bo'ldi. Ba'zilar misol uchun sizga aytishi mumkin, boshidagi narxini masalan biz aytamizki 150 mingdan 170 minggacha tunikafonlarni qilib beryapmiz. Barcha mahsuloti usta haq ichida. Sizga 150 mingdan kamroq aytsa, masalan 130, 140 desada, lekin oxirida chiqadigan pul muhim-ku, to'g'rimi? O'sha chiqadigan pul biz aytayotgan 150, 160 mingdan ko'ra hisoblaganimizdagi chiqqan puldan ko'ra ko'proq pul chiqsa, qaysi biri sizga arzon bo'lgan bo'lar? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoling. Biz buni albatta inobatga olamiz. O'sha uchun tunikafon qildirishdan oldin birinchi o'rinda siz qanaqa fasonni xohlayapsiz? Mana bu fasonni xohlayapman. Mana shuni ko'rsatinglar ustalarga, chunki bizlarning imkoniyatimiz cheklangan, hammani xizmatini qila olmasligimiz mumkin, lekin o'zimizning sohamizdan noto'g'ri narsalarni ko'rsak, bizlar bu narsani chidab tura olmaymiz. To'g'risini aytamiz. Fasonni ko'rsating, birinchisi. Ikkinchisi, joyda razmerlarini ko'rsating. Uchinchisi, qanaqa mahsulotlardan ishlatilishligini so'rang. Chunki tunikafonni asosiy mahsuloti tunikadan bo'ladi. Tunikani sort past tunikalardan oladigan bo'lsangiz, o'sha narsani o'zi 10 ming, 15 ming, 20 minggacha arzon bo'lishi mumkin.
Siz o'ylaysizki, ha, biz yutdik, zo'r arzonlik. Bu 150 ming, 160 ming qimmat deb o'ylashingiz mumkin. Lekin aytinglarchi, adolat bilan aytinglarchi, bu qilinayotgan patologlarga ishlatilayotgan katta-katta pullar 5 yilda almashtirish uchun qilinasizlarmi yoki bo'lmasa bir qo'ygandan keyin shu bo'ldi, shuni unutish uchun qilasizlarmi? Agar sizlar haqiqatan uzoq muddatga qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, mana shu narsalar inobatga olib, mahsulotni o'sha formulari, tunikani qalinligi, ustidagi kraskalari, sifatli tunika, o'sha bozorda haqiqatan uzoq yillar turib yurgan, tajribadan o'tgan tunikalardan foydalanadigan bo'lsanglar, birinchisi. Ikkinchisi, haqiqatan bir ishini ustalari bo'ladigan bo'lsa, stiklar, hamma narsa joy-joyiga keladigan bo'lsa, xullas kalom kirganingizda sizga zavq beradigan, muhitni qilib beradigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, ana shu insonlarni tanlasanglar, o'ylaymanki xato qilmaysizlar. Xullas, bugungi videorolikimiz haqidagi eng rahm joyga keldik. Biz ushbu uyimizni barcha xom ashyosi usta haqi ichida 150 ming so'mdan qilib tugatdik. Ushbu obyektimizni batamom bitishligi 3 million so'mga bitdi. Muhimi biz emas, mijozimizning fikrlari qiziq. Ulug'bek aka, bizlarni qanday qilib topdingiz? O'tgan akam qilib o'ldiruvdi, telefonni hamsam o'zim akam shega ko'chib chiqqan, shega qildiruvdi. Shu akam taklif qildi. Akam orqali sizlarni topdim. O'zim Rossiyada edim, telefoningizni beruvdi, telefon orqali telefon qilib gaplashib o'zim topdim sizlarni. Aka, ishimizdan ko'nglingiz to'ldimi, yo'qmi? Yaxshi, ishlaringiz a'lo darajada, sifatli, yaxshi. Sizni ishonchingizni qay darajada oqladik? Qanday aytaman endi? Yaxshi. 100%, 200%, 100% sifatli ishlaringiz, birovlarga taklif qila olaman, bemalol. Ishlaringiz yaxshi. Aka, mana shu yerda Kattaqo'rg'on aka-ukalarimizga bizning ishimizni prop qilgan inson sifatida taklif qila olasizmi, yo'qmi? Конечно, taklif qila olaman. 100%. Chunki ustalar ichida har xili borda, kimdir ko'ngildagidek ishlamasligi mumkin, kimdir ozroq aldashi mumkin. Bizlarda qanday ekan? Yo, hammasi chestni, hisob-kitoblaringizda chotga chiqdi hammasi, o'zim ham hisob-kitob qildim, hammasi to'g'ri chiqdi. Ko'nglingiz to'ldimi aka? Ko'nglim to'ldi hammasidan, rahmat. Aka, yaxshi kunlarga nasib qilsin. To'ylarda, yaxshi kunlarda uchrashaylik. Yo'q, rahmat. Azizlar, sizlarga ham mana shunaqangi mijozlarni ko'nglini rozi qiladigan, ko'nglidan chiqadigan qadriyatli ustalarning xizmatlari qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib, buyurtma berishingiz mumkin. Shu o'rinda bir narsani eslatib o'taman. Mana bu qo'yilgan naqshlar, bular MDF dan qilingan. Biz bu MDF ga alohida pul olganimiz yo'q. Tunikani kvadrati nech pul bo'lsa, bu yerga nech kvadrat MDF ishlatilgan bo'lsa, shu pulni ichida qilib berdik. Faqat oynalariga alohida pul olganmiz. Agar bu narsa MDF dan emas, alikafondan qilinsa, endi unda alikafonning narxi qimmatroq bo'lganligi uchun unda alohida pul olinadi. Lekin MDF larda alohida pul olganimiz yo'q. Tunikani kvadrati 150 mingdanmi? Buni ham kvadratni 150 ming so'mdan hisoblangan. Azizlar, ishlarimiz sizlarga ham qiziq bo'lsa, siz ham uyingizni mana shunaqangi chiroyli suratda tunikafon qildirmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib, buyurtma berishingiz mumkin. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp imolarimiz ishlab turibdi. Bizni kuzatishda davom etinglar.